Kun.uz, Qalampir, Daryo.uz va Ozodlik radiosi birinchi sanab o'tilgan 3 ta nashriyotlar bilan, ya'ni internet nashrlari bilan Ozodlik radiosi o'rtasida qanday farq ko'ramiz? Tabiiyki, ko'pchilik global miqyosdagi yangiliklar uchun o'zimizni nashrlar ko'proq xolis degan fikrni bildirishadi. Sababi, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, Ozodlik radiosi Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan, ya'ni u tomonidan moliyalashtiriladigan Ozodlik radiosi xohlasa xohlamasa Amerikadagi minus tomonlarni ochiq olib chiqa olmaydi. Shunga o'xshash tarzda Jozef Nay aytadiki, CNN, Fox News va boshqa Amerikada non-profit, ya'ni notijorat bir qancha nashrlar bor. Mana shu nashrlarning mavqei Voice of America, ya'ni Amerika ovozi kabi Amerika tomonidan moliyalashtiriladigan nashrlarga qaraganda ko'proq, balandroq nufuzga ega deydi. Chunki ularda baribir bias, ya'ni Amerika siyosatiga yon bosish, qarashish kabi nuqtalar bor.